Tamamlaştırmaz vatandaş. Bugünkü ıslaq 2021 yıl 8. ayının 21. günü haftaga şembe. Yuqorqi maqolaning leksiyaning davomi. Nim dedik? Tayvan bo'g'izi bexatarligi bo'yicha ifoda bildirishi Yaponiyada hozir borgan sari ochiq va oshkora bo'lishga boshladi. Yaponiya hukumati 7-oy e'lon qilgan 2021-yillik Qo'g'dinosh Oqtoshliq kitobida hatto tunji qatim Tayvan vaziyatining muqimligi, Yaponiyaning bexatarligi va xalqaro jamiyatning muqimligi intayin muhim deb yozib kirgizildi. Bu Oqtoshliq kitobda Tibet, Uyg'ur, Shangang masalasi eg'izga ilingan Oqtoshliq kitob yozib kirgizildi. Yaponiya krizis eni bo'yicha Tayvan bo'g'izining vaziyatiga diqqat qilishi lozim deb yozib kirgizildi. Yaponiya Qo'g'dinosh nazoratining vaziri Nobuo Kishi o'tgan hafta Sydney Avangard gazetining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Jungo hozirgi holatni qurolli kuch bilan o'z oldiga o'zgartmoqchi bo'lyapti. Yana Tayvan bo'g'izining hozirgi holatini. Yaponiyaning atrofida bexatarlik muhiti texmi eg'irlashyapti. Yaponiya o'zini qo'g'dash ramkasi qurib chiqishi lozim. Ochiq gap. Nobuo Kishi mundaq ko'rsatdi. Yaponiya Qo'g'dinosh nazoratining vaziri. Amerika bilan Jungoning amaliy kuchining o'zgarishi intayin ro'shanlashdi. Tayvan uchun urush qilish ustunligi Jungo tarafga eg'ishga boshladi. Bu deganlik Jungo hozir Tayvan bo'g'izida ustun o'rinda turyapti deganlikdir. Yaponiya o'zining mudofaa kuchini kuchaytirib, bu xiristlarga taqobil turishi lozim. Nobuo Kishi mundaq ta'kidladi. Tayvanni qo'g'dashning muqimligi Yaponiya uchun emas, butun dunyoning muqimligi uchun intayin muhimdir. Yaponiya qo'lini qo'yishtirib, qarab tura olmaydi. Kichik mavzu. Xi Jinping, yani Xitoy ismiki inglizcesi yo'qkan, markazi, yani Jungo turi tadqiqot mudiri Sun Yun Amerika ovoziga mundaq ko'rsatdi. Agar Amerika Jungo o'ttirisi Tayvan bo'g'izida to'qnash yuz bersa, Chongshan boshidagi Aralcuma Chongshan harbiy baza Amerikaning harbiy bazasi. Chongshan harbiy bazasi cho'qon bu to'qnashga chetilib kirdi. Garchi Jungo Chongshan oralini hujum qilish nishoni qilib belgilamdi yo'q, buni bilgili bo'lmasmi? Lekin Yaponiya o'zining davlat siyosatini Jungo Chongshan oralini nishonga oldi yoki olmadi degan masala ustiga qo'ya olmaydi. Bilmaydi buni chunki deydi. Shunlashqa Yaponiyaning Amerika Jungo to'qinishiga kirib qolishi va elib kirilishi, Amerika Jungo to'qinishiga Yaponiyaning elib kirilishi Tayvan bo'g'izining yoshirin krizisida mumkin bo'ladigan ishdir. Va normal ishdir. Mushundaq ahvol ostida Yaponiya hukumati Tayvan bo'g'izi vaziyatiga tayyorlik qilmay tura olmadi. Yaponiya bu to'qnashuvga qatnashamdi yo'q, bu ishni bir tarafda qo'yib turayli. Lekin Yaponiya hukumati o'zining siyosat planida cho'qim mo'ljallaydi-ki, agar Tayvan atrofida voqea yuz bersa, Jungo tarafning Chongshan harbiy bazasini bir tarafga qayirib qo'yishi mumkinligi yo'q. Ya'ni Chongshan harbiy bazasini Jungo taraf bir taraf qo'yib qo'ya olmaydi. Tayvan bo'g'izida bir ish yuz bersa, Jungo taraf cho'qim Chongshan orali harbiy bazasiga hujum qiladi demakchi. Bir tarafga qayrib qo'yish mumkinligi yo'q. Shunlashqa Yaponiyaning Tayvan bo'g'izi to'qinishiga qatnashish mumkinligi eng zo'r ehtimollikdir. Aqliy hukm qilsak,
Yaponiya kuralları ve zemin bexatarligi meselesinde Yaponiya kolunu koyuşturup qarab turalmaydı.